180 barlik zakazimni olib keldim. 4 paket mahsulot. Qizlar 2 kunning ichida bu zakazlar urilgan. Ya'ni shanba va yakshanba kuni urilgan zakazlar bular. Qizlar bir pasning ichida 180 bal bo'lib ketdi. O'zim kutmagandim. O'zimni balam urib yopib qo'ydim, bo'ldi degandim, lekin zakaz ustiga zakaz tushgani uchun yopishga to'g'ri keldi. Mana 8 ta qizlar nakladnoy 8 ta olib keldim. Endi birma-bir anaqa qilamiz zakazlarni. Birinchisi bu klientimizning zakazlari. Buni ichida o'tgan safar уже zakaz berib qo'ygandilar. Purtujurni parfyum suvi qizlar. Eslaringizda bo'lsa 19-katalogda 184 mingga chiqqandi. Shundan olganlar va полностью berdi Geralonka seriyasi qizlar. Mana Geralonka seriyasini полный nabori qizlar. Plus klientimizga chiroyli sovg'acha ham tayyorladim. Mana shunaqa, lekin buni patchisini aytgandim, lekin patchi kelmagan ekan, shu uchun lekin sovg'a sifatida тканевая maska qo'ydim qizlar. Tak, dальше davom etamiz. Mana bu yerda katta qizim uchun kokoslik mana shunaqa увлажняющий krem qizlar с маслом kokosa вообще hidi dahshat ekan qizlar, tavsiya beraman. 250 talik 12 151 koddi artikuli shunaqa zo'r ekan, tez anaqa qiladi, fitatsiya qiladi ko'jaga, вообще zo'r ekan, tavsiya beraman, katta, yaxshigina. Keyin увлажняющий mana shunaqa специальный super увлажняющий balzam labi uchun. Keyin undan tashqari antiperspirant kremadan qizim uchun. Qizlarimni sochi uchun bilasizlar, men buni yaxshi ko'raman. 17 krem sprey sochlariga. Bu yerda badla qizlar hammasi. Tak, kuponga olingan bular hammasi. D3 dan 2 ta, Enazitoldan 2 ta, keyin Omega olganman. O'zimga yangi chiqqan mana Omegalardan, Omega 3 dan oldim. Mana bu yerda ura kompleks bor zakazga qizlar. Bu ham уже o'zimga olgandim. Buni bittasi ham уже почти ketdi desa ham bo'ladi zakazga qizlar. Mana shunaqa badlar. Yana bu yerda mana bu maskot qizlar o'zimga urib oldim. Tak, dальше davom etamiz. Men buni o'zimga olganman. Chunki qizim bermaydi hech kimga o'zining narsasini. Buni esa biz kichkina qizim bilan ishlatamiz. Bu 150 ml ham yangi chiqqan seriyalardan qizlar. Fitoceramide, fitokrem ekan. 3 tasi birda ishlatib ko'rmagan, bir ishlatib ko'ray dedim qizlar. Buni artikuli 14007 150 ml halol sertifikatiga ega. Tak, bu yerda nimalar? Bu yerda tualet uchun, tozalash uchun mahsulotlardan, tualet uchun, posuda yuvish uchun,